Okey, 2 minutga vaqtingiz olsam bo'ladimi? Bemalol aka. Men ismim Timur, Instagramda blogim bor-da. Nima ish bilan shug'ullanishingiz? Men bog'cha bilan shug'ullanaman aka. Biznesmi yoki Biznes. Xususiy Xususiy bog'chalar. Necha yildan beri aka? Intervyu olishyapti mendan. Bog'chalar bilan shug'ullanaman. Necha yildan shu sohadasiz? 5 yildan beri. Tushunarli. Aka, bitta savol. Katta pul topish uchun обязательно biznes bilan shug'ullanish kerakmi yoki kimnidir qo'lida ishlab? Men aka, katta pul topmaganman, topsam yetaman bizga. Biznes-u sizda bog'cha bilan Biz shug'ullanaman. endi bu bunaqa ko'p pul degani emas bunaqada. Aha. Bunaqa ko'p pul emas. Tushunarli. Necha pul endi aborot? Ya, bir Aytmaysiz. ming Sof daromad so'ramadimi? Misol uchun boladan qolsa 15% qoladi, 15-20% qoladi. Tushunarli. Qarang siz. Lekin o'shanga yarasha riski ham bor, endi bolalar bilan ishlash oson emas. Tushunarli. Biznesni boshida boshlayotgan paytingiz aka, necha yoshda boshlagansiz? Men boshlamaganman, onam boshlaganlar. Men onamga shogird bo'lib tushganman. Shu birga oilaviy biznes yuritaman, onamga qarashaman. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi kunda diplom kerakmi yoki biznes uchun? Bilmayman, menga misol uchun diplom til bilishimga yordam berganda, Singapurni bitirganman o'shani. Aha. Yoshlarning nimada muammosi? Va hamma o'zining kallasi bor aka, men bu narsani maslahat berib, hech kim maslahat berib baraka topmagan menicha. Pul aka, hozir qo'yamiz, ha? Mana shu akamdan olaylik intervyuni, zo'r beradilar. Hadi, rahmat aka.